Assalomu alaykum. Agar videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, bittada 3 ta retsept, shunaqa suvli kotlet, kartoshka hamda sous retseptini o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib mol qiymasiga tuz, osh sodasi, murch solib, so'ng yana ham mazali va suvli chiqish uchun 4-5 dona sarimsoq piyozni 10 daqiqa qaynatib, sovutib, ustidan solamiz. So'ng yaxshilab aralashtirib, xona haroratida eritib qo'yilgan sariyog' qo'shib, so'ng sariyog' yaxshilab aralashib, qiymamiz zo'r tayyor bo'lishi uchun 10-15 daqiqa davomida qiymani shunaqa ezg'ilab, urib tayyorlab olamiz. So'ng tayyor bo'lgan qiymani pishirishdan oldin 2-3 soat muzlatgichda qoldirsak, yana ham zo'r chiqadi. Bu orada ushbu taomlar zo'r kelishadigan mazali sous retseptini ko'rsataman. Sousning to'liq retsepti proporsiyalarini opisiya va kommentariyada yozib qoldiraman. Qiymaga shakl berishdan oldin qo'limizni sarimsoq piyozli suvda ho'llab olib, videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib tayyorlab olamiz. Endi kartoshkani tayyorlab olamiz. Xuddi shunaqa shaklda to'g'ralgan kartoshkani suvda 10 daqiqa qaynatib, kartoshkani sovutib, maydalangan rozmarin, quritilgan sarimsoq piyoz, tuz, yog' solib, yaxshilab aralashtirib, duxovkada qizartirib olamiz. Kotletdan pishirayotganda qizigan tovoga terib chiqamiz. O'zini sariyog'i chiqib, o'zini yog'ida shunaqa chiroyli bo'lib pishadi. Shunaqa chiroyli bo'lib qizargandan so'ng qolgan sarimsoq piyozli suvni solib, yana ozgina qovurib olamiz. Ovqatimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, bitta like ayamasilar xursand bo'laman.